Surxondaryo viloyatida bugungi kunda 723 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud. Sho'rchi tumanidagi To'la va Zarbdor mahallalari fuqarolari joriy yil uchun hisoblangan mol-mulk va yer solig'ini muddatidan avval to'liq to'lab, mahalla ahli haqiqiy fuqarolik pozitsiyasini ko'rsata oldi. 2026-yil uchun ushbu mahallalarda soliq to'lamagan birorta ham xonadon qolmadi. Tumandagi birgina To'la mahallasi aholisi uchun joriy yilda hisoblangan 1 milliard 585 million so'mlik soliq to'lovlari va o'tgan yilgi 16 million so'mlik soliq qarzdorliklari to'liq undirilib, reja 100% ga ortig'i bilan bajarildi. Hozirgi kunda mahallamiz 2026-yil soliqlarni 1 so'm qarzsiz 100% ga bajardi. Bunga erishish uchun mahalla yetiligi hammamiz hamkorlikda har bir xonadonga tushuntirib, biz to'lagan soliq mahallamiz ravnaqi uchun qo'shadigan hissamiz ekanligini xalqimizga tushuntirib 100% bajardi xalqimiz. O'tgan yil 2025-yilda ham respublikada birinchi bo'lib soliq rejalarini 109% ga yopgan edik. 7 ta ko'chamizga asfalt to'shaldi. Xalqimiz bundan mamnun. To'lagan soliqlarimizning 10% o'zimizning mahalla byudjetimizga kelib, mahalla infratuzilmasini rivojlantirishga yana katta hissa qo'shmoqda. Ichimlik suvi o'tkazdik 4 ta ko'chamizga. Xalqimizning soliq madaniyati kundan kunga yuksalganidan biz xursandmiz. Bunday natijaga mahallaga biriktirilgan soliq inspektori va mahalla yetiligining hamjihat mehnati tufayli erishildi. Soliq xizmati organlari xodimlari o'zlariga biriktirilgan mahallalarda mahalla yetiligi a'zolari bilan birgalikda xonadon va xonadon yurib, aholiga mol-mulk va yer soliqlarini o'z vaqtida to'lash, ushbu soliq tushumlari mahallalar obodonligi va aholi farovonligini ta'minlashga xizmat qilish yuzasidan batafsil tushuntirish ishlarini olib bormoqda. Olib borilayotgan tushuntirish ishlari o'z samarasini bermoqda. Jumladan, Sho'rchi tumanidagi To'la va Zarbdor mahallalari aholisi joriy yil 15-oktyabrni kutmasdan mol-mulk va yer soliqlarini to'liq to'lab bo'lishdi. Viloyatda yana 12 ta mahallalar fuqarolari esa soliqlarni to'liq to'lash arafasida. Eng muhimi, bu mahallalar aholisi soliq madaniyati va yuksak fuqarolik pozitsiyasini namoyon etib, men ham mamlakat va mahallam ravnaqi uchun mas'ulman degan g'oyani amalda isbotlay oldi.